Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bugungi efirimizni boshlaymiz. Xush kelibsiz barchangiz. Xo'p, bugun efirda nima haqida gaplashamiz? Alloh izn bergancha bugun qalbdagi bizni xudo behudaga bezovta qiladigan hislar haqida, bu dunyoda yasharkanmiz, bizni chalg'itayotgan, balki bizni adashtirayotgan, bizni behudaga band qilayotgan masalalar haqida bugun bir qadar bo'lsin. Alloh qalbimizga solgancha siz bilan suhbat qilishga harakat qilamiz. Xo'p, jonli efirda chat qismida mavzu bilan bog'liq savollarni yo'llashingiz mumkin. Ikkinchi qismida, suhbatimizning ikkinchi qismida inshaalloh u savollarga ham bir qadar mulohaza bildirib, to'xtalib, fikrlashib, bunga harakat qilamiz. Diqqatingizni bitta holatga qaratmoqchiman. Masalan, bir o'rdakni tasavvur qiling. Tuxumdan chiqishi bilan suvga qarab harakat qiladi. Agar bir o'rdak suv bilan uchrashmasa, u uchun bu dunyoda rohat yo'q. Xuddi shunday inson ham Robbisi bilan, Allohimiz bilan uchrashmaguncha, uni topmaguncha, u insonda kim bo'lsa bo'lsin, qanaqa ijtimoiy holatda yashamasin, o'zini kim deb o'ylamasin, baribir unda rohat bo'lmaydi. Bir tuxum issiqlik bilan uchrashgandan keyin jo'ja chiqadi. Bo'lmasa palag'daligicha qolaveradi. 1000 yil tursa, u tuxumdan bir jo'ja chiqmaydi. U qachonki bir issiq bilan uchrashadi, ana undan keyin bir jo'ja paydo bo'ladi. Va yoki bir urug'ni tasavvur qiling. U urug' suv bilan uchrashgandan keyin unishni boshlaydi va bir kuni daraxt bo'ladi. Suv bilan uchrashmagan milliardlagan urug'lar bor, bitta ham barg chiqarmaydi. Ya'ni biz hammamiz haqiqat bilan uchrashganimizdan keyingina bir maqsadimizga, niyatimizga erishishimiz mumkin. Bir kema olganda, deylik bir professor bo'lganda, bir mansabga o'tirganda, bilmadim ko'p pul topganda maqsadiga erisha olmaydi. Bir oz muddatdan so'ng yana o'sha mahzunlik, xafagarchilik, tushkunlik ichida qolaveradi. Yana o'zini xuddi avvalgidek baxtsiz his qilishda davom etadi. Biz har narsadan o'zimizni qutqarib qalbimizga yo'nalsak, Robbimizga yo'nalsak, ana undan keyin balki o'zimizni bir rohat ichida ko'rishimiz mumkin. Toza va yengil bir ruh, u bilan qadam tashlashni boshlaymiz. Bu hayotda qilayotgan ishlarimizni u toza va yengil ruh bilan amalga oshiramiz.
dunyoni ishlariga mukkasidan ketib bir g'amdan qutulaman deyish, bu xuddiki bir botqoqni ichida chirpinib u botqoqdan qutulishga urinishga o'xshaydi. Biz hammamiz yaxshi bilamizki, botqoqni ichida ekan bir inson qancha ko'p chirpinsa, u shuncha tez botadi. Bizni bu dunyoni ishlari bilan band bo'lib, haqiqatni topishga bo'lgan da'volarimiz ham xuddi shundaydir. Bu dunyoni ishlari derken tabiiyki biz bir narsani bilamiz, bir narsalar yaratamiz, bir narsalarni boshqaramiz. Bilmay turib bir narsani amalga oshirib bo'lmaydi. Amalga oshirgan narsangizni bilmadim boshqarishni bilmaskansiz, yana o'sha botqoqning ichidagi odamni holi. Bularni amallarimizda bu dunyoda ekanmiz qilamiz tabiiyki. Bundan voz kechish haqida gapirmayapmiz. Buni qalbga kirishi haqida gapiryapmiz. Agar ular bizni qalbimizda ekan, u bizni yig'latishda davom etadi. Biz qurbimiz yetmaydigan narsalar haqida ko'p gapiramiz. Imkoniyatimiz doirasida bo'lmagan ishlar bilan o'zimizni, fikrlarimizni band qilamiz. O'zimizni unday ko'rsatamiz. Bugun ijtimoiy mediaga qarasak, dunyoni ostin-uston qilaman degan da'volarni ko'ramiz. Aslida ikkita kitobni o'qishga sabr yetmaydigan odamlar. Har kim o'zini imkoniyati doirasidagi ishlarni go'zal bir shaklda qila olsa, amalga oshira olsa, ana o'shandagina kim biladi, balki foydali bir inson bo'ladi. Kimgadir nafi tegadi. Biz ko'p o'zimizga ishonamiz. Ya'ni bu meni nazdimda eng katta xato deb o'ylayman. Alloh faqat yaratgan emas, boshqarib turadigan ham udir. Biroz Allohga suyansak, falonlarga emasda, kuchimizga, ko'p bilmimizga emasda, biroz Allohga suyansak, balki ishlarimiz ham yo'liga tushib ketadi. Bugun yig'latayotgan g'am dedik. Bu g'am nima o'zi? Bir Gamletni hammamiz yaxshi bilamiz, Shekspirning asarini. Dunyoda deydi juda ham ko'plab g'amlar mavjud deydi. Ana shu g'amlarning aksari muhabbat sababdir deydi. Agar u muhabbat boya aytganimizdek moddiy bir dunyoga bo'ladigan muhabbat bo'lsa, biz bir moddiyatdan iboratmiz. Unga hech bir shubha yo'q. Masalan, birinchi marta miyani yorib, boshqa qilib tekshirib ko'rganda Allohga ishonmaydiganlar u miyaning ichidan Alloh chiqdimi, Allohni topdinglarmi deganda u olimlar aytgan ekan. Biz u yerdan Allohni ham topmadik. Biz u yerdan sevgini ham topmadik. Biz u yerdan nafratni ham topmadik. Quvonchni, g'amni, bu miyada, bu go'shtning ichidan u narsalarni topmadik. Ya'ni sen Allohga ishonmaysan, sevgiga ishonasan. Sen Allohga ishonmaysan, iztirob borligiga ishonasan. Biz ularni birortasini bu go'shtning ichidan topmadik, u boshqa bir joyda. Qo'l bilan ushlab bo'lmaydigan bir joyda. U shamol kabidir. Ko'rmaysan o'zini, ammo natijasini ko'rasan. Qimirlayotgan pardani ko'rasan. Ammo u pardani qimirlatgan shamolni ko'rmaysan.
kemani harakatlantirayotgan ham udir. Barglarni to'ktirayotgan ham udir, shamoldir ya'ni. Gilamni ursang changini ketkizayotgan ham, uchirayotgan ham. Bir narsalarni kulini ko'kka sovurayotgan ham shamoldir, lekin uni hali hech kim ko'rmagandir. Faqat natijasini ko'rgandir. U qilgan ishlarini ko'rgandir. Xuddi shunday biz ham miyadan Allohni topmadik. Chunki u bir go'shtdan iboratdir. Ammo bizda bir ruh bordir. Va unda biz ko'rmaydigan va qo'l bilan tutib bo'lmaydigan narsalar unda mujassamdir. G'am haqida gapirganda meni nazdimda bu dunyodagi tillarga tegishli bo'lmagan. O'zbek tiliga ham, rus tiliga ham, ingliz tiliga ham, arab tiliga ham, ya'ni biror bir tilga tegishli bo'lmagan nimadir? U yurakni sirli bir tili. Uni shakllari nima ekanligi haqida har til o'zicha nimalardir deydi, bir nom qo'ygan o'zicha, lekin u tillarni birortasiga tegishli emasdir. U yurakka tegishli bo'lgan alohida bir tildir. Boyazid Bistomiy haqida bir hikoya bor. Bir kuni shogirdlaridan biri aytadi: "Ustoz, sizni bu qadar qayg'uli o'tirganingizni ko'rib yuragim siqildi. Sizni qadamlaringiz osmonlarga yetgan birisiz. Ma'nan deyapti-da endi. Sizni ko'nglingizni ranjitgan narsa nima? Sizni qayg'uga solayotgan narsa nima? Bir dushmanmi bor? Biri sizni vahimaga soldimi? Nima bo'ldi? Nima muammo?" O'shanda Boyazid Bistomiy hazratlari ko'z yoshlarini to'kib turib deydilarki, "Meni tabimni xira qilgan narsa shuki, bu jahonda xaloyiq ko'p. Lekin ularning ichida odam desa bo'ladigani men bilmayman. Ya'ni hozir odam desa bo'ladigani bor yo'qligini bilmayman. Agar ular bor bo'lsa, o'tganlar ichida bo'lishi mumkin, o'tib ketganlar ichida bo'lishi mumkin." Savol bergan murid hayron qoladi va yana so'raydi: "Ey ustoz, bu zamonda odam desa bo'ladigan bir kishi yo'q deganingiz nima degani? Bu nima deganingiz? O'zingiz odam emasmisiz?" Shayx dediki, "Yo'q. Ey," dedi, "ishi gumrohlik bo'lgan, haqiqiy ishning siridan ogoh bo'lmagan, men va menga o'xshagan 100 mingta ko'z yoshlari bag'ir qonidan bo'lganlar, sen va senga o'xshaganlar, ko'z yoshlari bag'ir qonidan bo'lganlar, biz hammamiz agar oxiratga bu dunyodan ketarkanmiz, iymon bilan ketmasak, uni odam deb bo'lmaydi. O'lchov, ya'ni birini haqiqiy odamligini o'lchovi hozir berish erta. Ketayotgan payti qanday ketganiga qarab uni odam yo odam emasligini bilamiz demoqchilar endi. Dunyodagi xoh yosh, xoh qari bo'lsin, xoh sen bo'l, xoh men bo'lay, barchamiz
Mana shu motamga, bu g'amga giriftorlarmiz. Kimligimizni so'nggi nafasimizgacha bila olmaymiz. Imkonsiz bu. Shu holat ma'lum ekan, men qanday qilib tabassum ichida bo'laman? Qanday bo'ladi bu? Endi bizchi, bizning holatimiz qanday? Biz kulishni yaxshi ko'ramiz. Sho'xlashni yaxshi ko'ramiz. O'ynashni yaxshi ko'ramiz. Kayf safoni yaxshi ko'ramiz. Hayotimizga mazmunni boshqa joydan olib kirmoqchi bo'lamiz. Boya aytganimizdek, nima maqsad? Bir chiroyli mashinani olib, tog'ni tepasiga borib, mashinangiz borligini his qilib baxtli bo'la olasizmi? Qachongacha cho'ziladi u baxt? Yoki ko'chada o'ziga tegishli bo'lmagan mashinalarni oldida rasmga tushayotganlar bugun ko'p ko'ryapmiz ijtimoiy mediada. Ular nima demoqchi? Siz meni qanday bo'lsam shunday yaxshi ko'ra olmaysiz? Mashinam bilan birga yaxshi ko'ring hech bo'lmasa. Qarang, menda nima bor? Qarang, qo'limda qanaqa telefon bor. Qarang, men qayerlardaman. Meni o'zimni bir tinga olmaysiz, ammo qarangda, menda bu ham bor. Hech bo'lmasa buni hurmatida meni ham ozgina hurmat qiling. Bu nima demoqchimiz ya'ni? Xo'p. Tabiiyki bularning hammasi bir fikr nimasida. Faqatgina o'zimizni bu dunyoga o qadar arzon sotmasligimizni eslatmoqchiman. Ya'ni dardim u. Chunki baribir yig'laydi inson. Juda kamdan kam odamlar bor. Ko'z yoshlari u dunyo uchundir. Aksar insonlarning ko'z yoshlari bu dunyo uchun. Bu dunyoni deb to'kilayotgan ko'z yoshlardir. Ozgina rahm, ozgina shafqat. Kimga? O'zimizga. Qanday qilib bu qalb rohatlanadi? Qanday qilib xotirjam uxlaydi? Qanday qilib hasaddan qutuladi? Qanday qilib insonlar yetkazgan og'riqlarni yengib o'tadi? Qanday qilib kechirimli bo'ladi? Sizni nima baxtli qiladi? Hech 2 rakat namoz o'qiganingizdan keyingi xotirjamlikni boshqa bir narsada topa oldingizmi? Yo'q. Biz odamlar oldida oyoqlari qaltiraydigan, hayajonlanadigan, ammo joy namozni ustida xayol suradigan, qaltirashi va qo'rqishi kerak bo'lgan joyda juda ham xotirjam bo'lgan johillarmiz. Bor ichimizda bundaylar. Joy namoz ustida qaltiraydi. Dunyo bilan ishi yo'q. Dunyosi bor bilan ham ishi yo'q. U mansabdordir, u puldordir, u udur, u budur. U falon professor, olimdir, bilmadim. Ular bilan ishi yo'q, ammo joy namoz ustida va eng to'g'ri joyda. Buni eslatishni istadik bugun.